Men bolaligimdan Qur'onni sevganman va qiroatga qiziqganman. Ko'pincha uyda, yig'inlarda va maktabda Qur'on o'qirdim. Hali ham esimda, 1999-2000-yillarda boshlang'ich maktabda o'qib yurganimda har payshanba kuni o'quvchilar va o'qituvchilar oldiga chiqib qiroat qilardim. Shayx Abdulbositni taqlid qilar edim va Qur'on musobaqalarida qatnashardim. Shu yilda davom etdim va 2007-yilda mahallamizdagi bir masjidga imomlik qilishga tayinlandim. Birinchi imom sifatidagi namozim aynan Ramazon oyining oxirgi 10 kunligida edi. O'shanda atigi 16 yosh edim va bu men uchun yangi tajriba edi. Birinchi marta jamoaga imom bo'lib namoz o'qishim kerak bo'lganda, menga masjidda oldinga o'tib namozni boshqarishimni aytishganida shunchalik hayajonlanganmanki, hattoki qo'rquvdan titraganimni eslayman. Masjidning ichida minbar va mehrob orasidagi masofa bor yo'g'i 10-15 metr edi. Ammo hayajonim tufayli menga bu yo'l nihoyatda uzun bo'lib tuyulgandi. Biroq Allohning mo'jizasi bilan mehrobga yetib kelib takbir aytganimda barcha hayajonim darhol tarqaldi. Birinchi rakatda Fotiha surasini, keyin esa Ra'd surasini o'qidim. Mana shu birinchi imomlik namozim bo'lgan edi.